O'tgan yili Hansi Flick Barselonaning bosh murabbiyi bo'lganida, u jamoaga qari bo'lgan futbolchilarni olib kelmayman deb aytgan edi. Eslatib o'tamiz, o'sha paytda Barselona Kantega qiziqish bildirayotgan edi. Ammo kutilmaganda bu yil nemis murabbiy Ivan Perisichni o'z jamoasiga qo'shib olmoqchi. Bekor emas, chunki Xorvat 36 yosh bo'lishiga qaramay, o'tgan mavsum PSVda 39 o'yinda 16 ta gol urib, 11 ta assist uzatgan va yozda u erkin agent bo'ladi. Eslatib o'tamiz, murabbiy va futbolchi birga Bavariyada ishlashgan. Men bu o'yinchini esa juda yoqtiraman, chunki u Tottenhamga ham o'ynagan va o'zini rostdan ham zo'r ko'rsatgan. Birinchi bo'lib hayolimga keladigan narsa bu uni Virgil van Dijkga qarshi finta. Agarda siz ham buni ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Qisqacha bu o'yinchi o'z ishini ustasi. Shuning uchun yoshi o'tganiga qaramay, hali ham yuqori darajada o'ynoladi va shunaqa yosh tarkibga ega bo'lgan Barselonaga bunaqa tajribali o'yinchi juda ham zarur. Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy kola.